Ramazonda endokrin sistemani ushlab turish va qo'llab-quvvatlash. Asosiy muammo ayollarda bo'ladi. Ya'ni melatonin bilan kortizol gormonlarining o'rtasidagi mutanosiblik buzilishi natijasida estrogen bachadon tuxumdonidagi o'zgarishlar va prolaktin ko'krak bezidagi o'zgarishlarga olib keladi. Qanaqa qilib yordam bersa bo'ladi, qo'llab-quvvatlasa bo'ladi. Manbaligi asoslangan Arabistonning cho'llarida o'sadigan 1 yillik o'simlik bu kaf Maryam deydi. Irixonskiy roza deyiladi. Juda ham yaxshi usul hisoblanadi. Olinadi, 1 litrli bankaga solib turib, iludan issiqroq suv solasizda, bir kechaga olib qo'yasiz va shu suvdan har kuni saharlikda och qoringa 100 ml va iftorlikda 100 ml ichib turilsa, gormonal fon yaxshi ushladi va juda ham yaxshi natijalarga erishiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu gulga xos bo'lgan bitta gap bor. Inson deydi, inson sabr bilan ochiladi. Kaf Maryam esa suv bilan ochiladi degan gap bor. Like bo'lsa tarqatasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.